5. bab. Shuningdan keyin Musa bilan Harun Misr podshohi bilan ko'rishib, Parvardigor, ya'ni Isroillar e'tiqod qilib kelgan Xudo sizga xalqimning men uchun hech o'tkizgili cho'l bayovonga berishiga yo'l qo'y, deydi, dedi. Misr podshohi ularga, meni so'zga itoat qildirib, İsrail xalqini qo'yib baguzgidek qandoq Parvardigor ekan u. Men Parvardigorni tonimayman. İsraillarnimi qo'yib bermayman, dedi. Musa bilan Harun, İbranilar e'tiqod qilib kelgan Xudo bizga ayon bo'ldi. Endi bizning 3 kunlik yo'l besib, cho'l bayovonga berib, Parvardigorimiz Xudoga qurbanlik qilishimizga ijozat bersiniz. Bo'lmasa, u bizni kasallik va urush bilan halok qilishi mumkin, dedi. Misr podshohi Musa bilan Harunga, bu nemi degininglar? Xalqning ishiga daxl yetkizguninglar nemisi? Berib, ishinglarni qilinglar. İsraillarning soni nihoyat ko'p. Sizlar ularning vazifalarini o'rnishiga to'sqinlik qilyapsizlar, dedi. Podshoh shu kunlar Misrlik emgak nazoratchilari bilan ularning qo'l ostidagi İsrail ish boshchilariga buyruq tushirib, bundan keyin İsraillarga kesak quyishga burunqidek samon yig'ib bermanglar. Samonni o'zlari yig'sin. Lekin ular kesak sonini burunqidekla o'rindisin. Bu sonni kimdishinglarga qat'iy bo'lmaydi. Ular Harun, ularning Xudoyimiz uchun qurbanlik qilg'ib berishimizga ijozat bergaysiz deyishining sababimi dal shu. Ularni texmi ig'ir ishlarga selinglar. Bundaq qilsanglar, ular tinim topmasdan ishlab, yolg'on gaplarga quloq selishga vaqtmi chiqaramaydi, dedi. Misrlik emgak nazoratchilari bilan ularning qo'l ostidagi İsrail ish boshchilari berib, İsraillarga, podshoh bizga buningdan keyin İsraillarga samon bermanglar. Qayerda samon bo'lsa, shu yerdan o'zlari akasin. Biroq kesakning sonidan birinimi kemitmanglar, deydi, dedi. Buning bilan İsraillar bütün Misrning hamma joylariga berib, engiz somini to'playdigan bo'ldi. Emgak nazoratchilari bo'lsa, har kuni ularni burun sizlarga samon berilgan vaqtdagideklar ko'p kesak quyisizlar, deb qistidi. Emgak nazoratchilari Misrliklar tarafidan tayinlangan İsrail ish boshchilarini qamchilab, ularni nemishqa tunugun va bugun qullog'i burunqidek sonda kesak quydimidinglar, deb so'raydigan bo'ldi. Shunga bu ish boshchilari Misr podshohining oldiga berib, janobi oliylari qullariga nemishqa mundaq muomala qildilar. Qullariga samon yetkizib berilmayotdi. Lekin biz yanını burunqi sonda kesak quyishga burilyapmiz. Hozir qullari tayoq yeyotdi. Amaliyotda bular sizlar Misrliklarning xatoligi, deb nola qilishdi. Podshoh ularga, har qaysing Harun nemilasan? Parvardigorimiz uchun qurbanlik qilib kelishga ijozat bergaylar. Deyishganlaringning sababimi shu. Darhol qaytib berib ishingni qilish. Har qaysingga beriladigan samon yo'q. Kesakni yanıla burunqidek sonda topshirsan, dedi. Kesak sonining kemitilmaydiganligini anglagan İsrail ish boshchilari beshiga cho'ng balo qazoning kelganligini bilishdi. Ular podshohning yenidan chiqib, tashqarida o'zini kutib turayotgan Musa bilan Harunga, sizlarning nima qilayotganinglarga Parvardigor guvoh. U
sizlarning advinglarni bersin. Sizlar bizni podshoh va uning amaldorlarining oldida yer bilan yakson qildinglar. Ularga bizni o'ltirishga boni tepib berdinglar, dedi. Bunun bilan Musa Parvardigorning oldiga berib, "Hey egam, o'z xalqingni nemishqa bunda xo'rlaysan? Meni bu yerga nemishqa avatding? Men podshoning oldiga berib, sening so'zlaring yetkizgandan beri u xalqingga texmo zulm soldigan bo'ldi. Ammo sen ularni hargiz qutqizmading", dedi.